Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men doktor Mehmet Imin. Bugun 2 ayning 24 kuni dushanba. Men tövəndə şu koronavirus to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Ko'pinchimizning xabari olgandagidek koronavirusi keltirib chiqargan bu vabo butun dunyo miqyosida bir xil andisha paydo qilmoqda. Hozir qadar shu Xitoy sirtidagi 36 davlat va rayonda bu koronavirusi tarqab jami 2300 ga yaqin odamninki kasal bo'lishini keltirib chiqadi. Hozir qadar shu aniq diagnoz qo'yilgan son 2300 ga yaqinlashdi. Ularning ichida 34 odam o'lib ketibdi. Hozir qadar shu Xitoy sirtida bu bayqalgan bu kasal eng ko'p bo'lgan davlat Koreya bo'lib, hozir qadar 833 odam, ya'ni Koreyada 833 odamniki bu koronavirus bilan yuqumlanganligi bayqaldi. Shu 2 ayning 24 kuni atdigan qatar. Ularning ichida 8i o'lib ketibdi. Ya'ni ularningki o'lish nisbati taxminan 1% atrofida ekan. Onundan qapqas İtaliya bo'lib, Italiyada hozir nurg'un shu kasal taqilgan kichik shaharlarningki taqalganligi ma'lum. Yana Xitoy sirtida eng andishi qo'zg'ayotgan ikki davlat, birisi Janubiy Koreya, yana birisi Italiya bo'lib, Italiyada hozir bayqalgan kasal jami 224 ekan. Ularning ichidan 5idan o'lib ketibdi. Ya'ni ularningki o'lish nisbati taxminan 2% atrofida ekan. Undan boshqa bizningki alayda diqqatimizni qo'zg'aydigani Iran bo'lib, bu Iran bu koronavirusi nisbatan keyin bayqalgan bo'lsa-mu, lekin qisqagina bir hafta vaqt ichida bu Ironda bayqalgan koronavirus bilan yuqumlanganlarniki soni 61 ga yetib, ularning ichida 12si o'lib ketibdi. Ya'ni ularningki o'lish nisbati 20%. Bu endi hozir eng yuqori degan gap. 61 odam yuqumlanib, 12 odam o'lib ketdi degan gap, bu nisbatan yuqori. Shu Wuhanninki o'zidimi hozir Xitoy hukumati e'lon qilgan statistikaga asoslangan vaqtida ularning o'lish nisbati taxminan 5% ekan. Yana mayli biz u yerda 1 million odam yuqumlandi deyli, 2 million deyli. Qandaylik bo'lsin, shu o'lish nisbati yani taxminan atrofida hozir e'lon qilayotgan son 9%, yani 5%dan sal tuvan degan gap. Lekin Eronda garchi 61 odam bayqalgan bo'lsa-mu, ulardan 12 odam o'lib ketibdi. Yani o'lish nisbati 20% yuqori bu o'lish nisbati. Endi Xitoy sirtidagi shu 2300 ga yaqin odam ichida 34 odamning o'lib ketgani bo'yicha hisoblagan vaqtida Xitoy sirtida bu kasalning o'lib ketish nisbati, ya'ni shu 2%dan sal to'varoq degan gap. Butun Xitoy miqyosida hozir shu 2-1% deb e'lon qilyotdi. Dunyo sayyoh tashkilotiningki hozir qadar oldin e'lon qilgan sonimi balkim 2% atrofida bo'lishi mumkin o'lish nisbati deyotdi. Lekin hozir butun dunyoda qanchalik odamningki yuqumlanganligi texi aniq bo'lmaganligi uchun bu kasal uzluksiz tarqayotganligi uchun eng oxirdagi o'lish nisbatini texi hozir hisoblab chiqish biroz qiyin. Chunki dunyodagi nurg'un mutaxassislarningki faraz qilishicha bu kasal uzluksiz taraqqiy qilib butun dunyo miqyosida keng ko'lamda tarqash paydo qilishi mumkin deb qarayotganlar va hatto ba'zilar bu kasalningki butun dunyo nufusiningki 70% ga taraydiganligini taxmin qilayotganlar va mutaxassislarning ichida. Shunga qaraganda bu kasal hammamizga ta'sir qilsa kerak. Albatta hozir bizga nisbatan eng muhim bo'lgani vatan ichidagi xalqimiz bo'lib, mayli lager ichida bo'lsin, mayli lager sirtida bo'lsin, xalqimizni yomon bir ahvolda qilyotdi. Ben bu kasal vatanga tarqagan, yani 1-ayninki 23 kunisidan tortib hozir qadar vatandagi bu uchurlarga uzluksiz diqqat qilib kelyapman. Xitoy hukumati e'lon qilgan bu
Wuhan o'pka yallig'i yoki koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni bizningki vatandagi son ikkinchi oyning 16 kuniga kelgan vaqtida 76ga ko'paygan. Ikkinchi oyning 16 kunisidan tortib hozir qadar ko'payganlar yo'q. Lekin ikki odamning o'lganligini, 27 odamninki talto'kis saqib ketganligini e'lon qilib, hozir butun vatan doirasida 45 kasalning qilib qolganligini da'vatida lekin mayli Xitoy ichidagi songa bo'lsin, mayli Xitoy sirtidagi sonlar bo'lsin, yanada uzluksiz ko'payayotganligini ko'ryapmiz. Lekin Xitoy e'lon qilgan son ikkinchi oyning 16 kunidan tortib hech qanday o'zgargani yo'q. Aksincha, u tövellab hozir 45ga tushib qolibdi. Uningdan boshqa bu kasal bilan yuqumlanish ehtimoli bor deb qarab, ayrim tutilayotgan kuzatish ostiga ilayotgan kishilarning sonimi tövellab hozir 4000 dan ozroq oshadigan son qilib qolibdi. Eng yuqorig'ida 5000 6000 ga yaqinlashgan, hozir 4000 dan tushib qolibdi. Andan keyin bir tarafdan bu kasalga nisbatan qattiq kontrol qilish, insonlarningki harakatini tizginlash qatorliq siyosatlarni yurgizayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan bu kasal xuddi kontrol bo'lgandagidek, ozlab ketayotgandek, tugayotgandagidek tashviqotlarni qilib, shu ishkirniki Xitoy o'lkalarininki ishkirda ba'zi zavodlar, ya'ni ishlaydigan adam yo'q, ish to'xtab qolgan zavodlarga bizning vatandan turkumlab yoshlarni yo'tkab elib minib o'tibdi. Bu bizga nisbatan bir xatarlik bir ahvolninki bishorati. Xitoy hukumati bu kasal ustidan g'alaba qilish to'g'risida butun mamlakat bo'yicha, ya'ni butun Xitoy doirasida umumyuzlik xalq urush qo'zg'ab, ikkinchi oyning oxiriga borgan vaqtida bu kasalning ustidan g'olib kelamiz deb o'tirib qo'ygan va 3-oyning 5idan boshlab ishlab chiqarishni umumyuzlik asli keltirishni e'lon qilgan. Meningcha shu maqsadga yetish uchun reallik ahvolga butunlay ko'z yumib, qarg'ularcha bu insonlarni kasallikki tahdidi yo'qolib ketdi degan tuyg'u berib, insonlarni shu ishlab chiqarishni asli keltirishga da'vat qilyotdi. Bularning ichida bizning xalqimiz eng cho'ng bir tahdidga duch kelyotdi. Ammo tunugun va oldin kunlardagi xabarga asoslangan vaqtida bu Xitoydagi bu koronavirusning tarqalish ahvoli yolg'iz bu Xitoy hukumat doiralari e'lon qilayotgandagidek kundan kunga ozlash emas, kundan kunga ko'payayotganligi, hatto Beijingdimi bu kasallikning nimasi kontrolligi Xitoy hukumatining kontrolligidan chiqib, Xi Jinping'ninki bu kasal tahdidi, ya'ni vahimasi tufaylidan yo'shirinib olganligi, hatto ba'zilari boshqa bir bexatar bir davlatga qochib ketish ehtimolining borligini da'vatidi. Bulardan qaragan vaqtida bu kasallikni Xitoy doirasidagi tarqalish ahvoli Xitoy hukumati o'zi e'lon qilayotgan sonliq ma'lumotlardagidek undaq yaxshilanish emas, aksincha texmi ig'irlab ketganligi ma'lum. Biroq afsus, bizda nimalar uchur axborotlar butunlay cheklanganligi uchun Xitoy hukumati o'ziniki bu uchur axborot jihatdagi afzalligidan foydalanib, bir tarafdan mustaqil uchurlarni kontrol qilsa, yana bir tarafdan vatandagi shu koronavirusi bilan yuqumlanganlarning sonini kundan kunga oziltib, bir xil ahvolni yaxshilanib ketyapti, hech qanday tahdid yo'q degandek tuyg'uni berish orqali bizning xalqimizni tahdidga etyapti. Bu bizningki bu xalqaroniki diqqatini qo'zg'aydigan bir masala. Bu haqiqatanmi odamni bir andishiga soladi. Onun ustiga bizningki vatan bilan bevosita aloqamizningki bo'lmasligi tufaylidan nurg'un uchurlarni vaqti-vaqtida olmasligimiz mumkin. Lekin shu hozirgi biz biladigan uchurlarga asoslangan vaqtida ahvol ikki tarafdan toza nima emas,
ikki tarafdan bexatar emas. Birisi yana şu lagerdagi xalqimiz, yana birisi lager sirtimizdagi xalqimiz. Ben burunqi videolarimda so'zlab o'tgandagidek lagerdagi xalqimizningki mush koronavirusi bilan yuqumlanib ko'p miqdorda o'lib ketish tahdidi bo'lsa, lager sirtidagilarninki shu Xitoy hukumatiniki ularning harakat doirasini kontrol qilishi, yana bozorga chiqish cheklanishi, bir narsa to'lish cheklanishi tufaylidan birisi ocharchilikdan ig'ir zaxmiga uchrashi, yana birisi bizning vatanning shimolidagi sovuq rayonlarda isinishga yetarli isinish amali bo'lmay, yana ko'mir yoki boshqa kerakli materiallarni vaqtida sotib ololmay to'nglab kasal bo'lishi yoki o'lib ketish xavfi bor. Bumu bizningki alayda diqqatimizni qo'zg'ayotgan bir masala. Yaqindan beri bu jihatdami ijtimoiy taratqularda ko'p videolar tarqaldi. Shunga bizniki hamda bular shu chet elda g'arbda yashayotgan amali va qarindoshlarniki bu jihatda ko'proq ovoz chiqarishini, shuning bilan bir vaqtda shu nimadagi O'rta Osiyo va Turkiyada yashayotgan qarindoshlarning o'zlariniki ahvolidan alohida ehtiyot qilishini, bu koronavirusdan qanday saqlanish to'g'risida alohida tayyorgarlik qilishni umid qilaman. Chunki bu kasal garchi hozir qadar Turkiyada birsimi yo'q deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin Eronninki ahvolini qaragan vaqtida bu kasal allburun shu atroflarga yetib borgan. Eronmi dastlabda bu kasal to'g'risida hech qanday xabar qilmagan. O'tgan haftadan tortib xabar qiliblar ekansa, hozir qadar 61 odam bayqilib, 12si o'lgan, ya'ni o'lib ketish nisbati yuqorida men deb o'tgandagidek yuqori bo'lgan. Agar bu kasal Turkiyada tarqalsa-mu, Turkiyada shunday bir ahvol kelib chiqishi mumkin deb qarayman. Chunki Turkiya sayohatga tayinib, iqtisodiningki xili ko'p bir qismi sayohatga tayinidir. Agar bu kasal Turkiya tarqab ketsa, birisi Turkiyaning sayohat kirimiga ig'ir ta'sir yetkazishi mumkin, yana boshqalar bormasligi mumkin. Yana ikkinchi birisi bu aloqa hozir qadar Xitoyga talto'kis taqvatmaganligi uchun bu kasal tarab ketsa, yana Italiyaga o'xshash, Koreyaga o'xshash tez taraydigan bir ahvol yuz berishi mumkin. Hamda albatta buni hech qaysimiz umid qilmaymiz, lekin oldin tayyorgarligimiz bo'lsa, shuningga nisbatan bir ko'nglimizda bir son bo'lsa, bu shunday bir ahvol bo'lib qolgan vaqtida bak jiddiylashib, bak g'olqib ketmasligimiz mumkin. Mening tavsiyalarim shu O'rta Sharq, Turkiya va O'rta Osiyoda yashayotgan qarindoshlarniki bu jihatda azto'la ko'ngilda bir son bo'lsa demakchi. Bugun shunchalik so'zlab turay. Manglarniki anglanglarga rahmat. Kelaqtim ko'rishayli. Agar bu videoni yaxshi ko'rsanglar, tarqatib qo'yinglar. Xayr xo'sh.